Rossiyadan salom hammaga. Bugun sizlar bilan birgalikda o'zimizning milliy taomlarimizdan biri g'ilmindini tayyorlab ko'ramiz. Yaxshi chiqadimi, yomon chiqadimi videoni oxirida bilib olasizlar. Birinchi o'rinda un solib oldim, namako'p suvni qilib oldim. O'rtasini ochib, asta-sekinlik bilan xamir tayyorlab oldim. Tayyor bo'lgan xamirlarimizni zolachalarga bo'lib, ustini yopib, xamirni dam oldirib oldim. 10-15 minut dam olgandan so'ng yana olib, mana shu videoda ko'ringanday qilib yoyib, unlab oldim. Hammasini mana shu shaklda yoyib, orasiga yaxshilab unlarni sepib, uni ham yana 10-15 minutga dam oldirishga qo'yib oldim. Bu taomni men qaynona oyijonimlar O'zbekistonda rosa tayyorlab o'rganganim. Shuni eslab tayyorlashga harakat qildim. Ichim siqilib xamirni 2-3talab birdaniga yoyishga harakat qildim, amalladim. Xamirni qalinligini o'rtacha qildim, chunki yuqa bo'lib ketsa ko'p sinib ketadi va orasi teshilib qoladi. Xamirlarim tayyor. Endi nimaga pishirishni bilmadim. Xuddi mana shunaqa gazni duxovkadagi listini qo'yib, xamirlarni ketma-ket joylashtirib, yog'lab pishirib oldim. Pishgan xamirlarni sirasi salafanga o'rab qo'ygandim. Salafanni oldim, xamirlarni ajratib oldim. Ichidagi nachinkasiga esa bolalarimizga tayyorlab beradigan oddiy atala bo'tqasini solib oldim. So'ng esa saryog'iga ozgina semichka yog'i qo'shib, uni qizdirib, yog'iga issiqligida bir belab oldim. Bizda bu taomni g'ilmindi deyiladi, ba'zi bir joylarda yupqa ham deyiladi. Siz tomonlarda qanday tayyorlanadi? To'g'ri tayyorladimmi, yo'qmi bilmadim, qo'ldan kelgancha tayyorladim. Sizlar tomonda qanday tayyorlanadi va qanday nomlanadi? Kommentariyada fikrlaringni bildirib ketinglar. G'ilmindimga keladigan bo'lsak, shunaqa ishoninglar, mazali bo'lib, shunaqa mazali chiqsa ham, lekin bittagina yeb qornim to'ydi. Juda ham to'yimli bo'ldi. Bundan keyingi videolarim qiziq bo'lsa, like va podpiska tugmasini bosib qo'ying.